بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق وعاد الآمين. اللهم لا علمنا إلا ما علمتنا، إنك أنت عليم الحكيم. اللهم علمنا وينفعونا وعنفعونا بما لا علمتنا، وزدنا علما، وعلمنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون وأحسن، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Demek ki sizlarga va'da berilganidek, tekin arab tili kurslarini yo'lga qo'ydik. Birinchi o'tadigan narsamiz bu arab alifbosi hisoblanadi. Arab alifbosi 28 ta harf bor. Arab alifbosi bizning harflarimizdan o'ngdan chapga qarab yoziladi. Ya'niki bizning harflarimiz chapdan o'ngga qarab yozilsa, arablarda esa o'ngdan chapga qarab yozilar ekan. Va shunda o'qilishi, yozilishida va bosh hamda kichik harflar yo'qligi. Ya'niki bizda katta harf va kichik harflar bor, arab tilida esa unday emas. Har bir harf alohida o'z so'z boshida, o'rtasida va oxirida keladigan shakllarga ega ekanligi jihatdan farq qiladi. Ham farqi shundaki, arab harflarida so'zni oxirida boshqacha ko'rinish, shu so'zni boshida boshqacha ko'rinish va o'rtasida boshqacha ko'rinish, alohida kelganda boshqacha harfni ko'rinishlari bor ekan. Shu jihatdan farq qilar ekan. Birinchisidan boshlaymiz o'qishni. Alif, B, D, S, Jim, H, Xo, Dal, Zal, Ro, Z, Sin, Shin, Sod, Do, To, Vo, Ayn, G'oyn, F, Qof, Kaf, Lam, Mim, Nun, Waw, Ha, La, Ya. Alif harfi o'ngdan chapga qarab yoziladi. Bu xuddi H harfi kabi tepada yoziladigan harf, past yozilmaydi. Chunki arab alifbosida ba'zi bir so'zlar past yoziladi, bu esa xuddi mana bu H harfimizga o'xshab tepada yoziladigan harf hisoblanadi. Demakki, birinchi harfimiz bu alif. Alif ikki ko'rinishli harf hisoblanadi. Yodlaringda tursin. Ikki ko'rinishli qo'yaman. Ya'niki birinchi ko'rinishi to'g'ri alif, ikkinchi ko'rinishi esa o'ng tarafga qo'lni beradigan alif. Ammoki alif chap tarafga qarab qo'lni bera olmaydi yoki ham o'ng tarafga ham chap tarafga qarab qo'lni bera olmaydi. Bunisi mumkin emas. Alif harfimizda endi arab alifbosida har xil belgilar bo'ladi. Ya'niki undosh harflar yo'q, balki belgilar bor. Uni belgilar bular quyidagilardan iborat. Masalan, alif harfining tepasiga bir chiziq qilsak, bu belgining nomi fatha. Fatha so'zi arab fe'lidan olingan bo'lib, fatha ochuvchi degan ma'noni anglatadi. Ya'niki a deganimizda og'zimiz butunlay ochilganligi tufayli arablar bu belgining nomini fatha deb atashgan. Keyingi belgimiz bu pastdagi chiziqcha. Bu kasra. Kasra so'zi i bu sindiruvchi degan ma'noni anglatadi. Ya'niki biz i deganimizda jag'larimiz pastga tushadi va xuddi singan ko'rinishga kelganligi tufayli arablar buni belgi nomini kasra, ya'ni sinuvchi deb atashgan. Keyingi belgimiz bu u. Bu domma deb ataladi. Domma belgisi u deganimiz lablarimizni cho'nchatirganimizda o'z ko'rinishida qolgan, ya'ni burnimiz bilan qo'shilgan holatda xuddi shu shakl paydo bo'lganligi tufayli u domma, ya'niki o'z shaklida qoldi deb atalgan. Demak, bunisi o'ni beradi, bunisi i, bunisi esa a. Va yana arab alifbosida quyidagicha belgi bor. Bu sukun deb ataladi. Sukun bu to'xtash belgisi. Masalan, bu
Rni tepasiga qo'yilsa yoki Kni tepasiga qo'yilsa, bu K harfi hech qanday belgiga ega emas, balki o'zi K deb o'qiladi. Ya'niki ma emas, yoki K emas, yoki ki emas, yoki ku emas. Arab alifbosi shunday. Doimo qaysidir belgi harfni tepasida keladi. Agar kelmagan holatda uni tepasida albatta sukun bo'ladi. Bunda ko'rsatmoqchimanki, m a dedik. Mak hech qanday belgi bo'lmasa, maktab. M-A-K, mak, T-A-T-B, maktab. Endi bunisida mashina bundan keladiki, mashina. M-A-Sh-I-N, mashina. Masalan, oddiy so'zlardan oladigan bo'lsak, suv, S-U-V. Agarda harfni tepasida A, U, I bo'lmasa, sukun qo'yamiz. U harf o'ziday o'qiladi. Sizlarga o'rganish sifatida aynan shu alif harfi uchun xuddi shunday so'zlardan 10 ta tuzib kelishlaring vazifa. Yodlaringda qolsin. Bizning Telegram kanallarimiz bor. Bemalol YouTube orqali, ссылка orqali kirib, o'z vazifalaringni tashlab tursanglar bo'ladi. Istalgan vaqtda 24 soat sizlarga javob berib, o'rgatishga tayyormiz. Demak, keyingi harfimiz bu ro harfi. Ro harfi quyidagicha yoziladi. Ro. Bu ro harfi xuddi y harfiga o'xshab pastda turadigan harf. Alif tepada turar edi, a ro esa pastda yoziladi. Ro harfi. Ro harfi ham xuddi alif kabi ikki ko'rinishli harf hisoblanadi, ya'niki faqat o'ng tarafgagina qo'lini beradi. Bu tarafga, u tarafga yoki quyidagicha bermaydi. Ya'niki bunday kelib, bu tarafga berib, keyin unday ulanib ketmaydi. Bu noto'g'ri ko'rinish hisoblanadi. Yodlaring tursin doim. Ro harfi. Ro harfi oddiy o'zbek tilidagi ro kabi o'qiladi. Ya'niki biz uni r qilib o'qishimiz mumkin emas. Ya'ni o'qilishda, masalan, alif bilan keladigan holatda. Alif hech qanday ma'noga ega emas, qachonki uni tepasiga fatha ani qo'ymasak. U endi a bo'ldi. Endi rga hech qanday belgi qo'ymasak, uni tepasiga sukun qo'yamiz. Bunda biz ar qilib o'qiy olmaymiz, balki ar. Keyingisi esa dommani qo'yamiz. Bunisi esa ur deb aytiladi. Ya'niki alifni tepasiga u harf qo'yganimizdan so'ng u uga aylandi. Ur. Keyingisi, agar alifni pastiga kasrani qo'ysak, u i bo'ladi. Bunday holat esa ir. Endi sali murakkablashtiramiz. Ya'niki A-R-O. Aro. U-R-U. Uru. I-R-I. Iri. Xuddi shunday holatda sizlarga uyga vazifa aynan ro harfi uchun 10 ta xuddi shunday gap tuzib kelasizlar. Ya'niki alif va rodan foydalangan holatda 10 ta so'z tuzib kelasizlar, gap emas. So'z. Vazifa. Yodlaringda tursin. Inshaalloh darslarimiz murakkablashib boradi. Har bitta darsga inshaalloh qundlik bo'linglar. Ilm yo'li bu juda ham xayrli bo'lgan yo'l. Ya'niki har bitta o'rgangan harfingiz uchun ham Alloh sizga bir hasonatingizni 10 hasonat qilib ko'paytirib beradi inshaalloh. Ya'niki vaqtingiz bekor ketmaydi. Ya'niki siz nimanidir o'zingiz uchun investitsiya qilayotgan bo'lasiz. Balki bu dunyo uchun ham, u dunyo uchun ham. Aynan shu arab tili va Qur'on harflari bular ikki dunyo uchun ham ilm hisoblanadi. Ya'niki u dunyoga ham, bu dunyoga ham
judayam katta foydalari bor inshaalloh. Harfimiz bu Z harfi. Z harfi xuddi roga o'xshaydi, faqat tepasida birgina nuqtachasi bor. Xuddi bizni i'ga o'xshaydi. I faqat tepasida mana nuqtasi bor va u pastga tushgan holat. Z. Bu oddiy Z harfi arab tilida, chunki boshqa chuchuk Z yoki qattiq Z bor harflari, uzoq harflar bor. Bu esa oddiy o'zimiz tilimizdagi Z kabi o'qiladi. Z harfi ham ikki ko'rinishli harf hisoblanadi. Birinchi ko'rinishi va ikkinchi ko'rinishi. Bu ham alif, ro kabi faqatgina o'ng tarafga qo'lini beradi, ya'niki chap tarafga bermaydi. Faqat o'ng tarafga beradi. Ikkita ko'rinishli. Yodingizda qolsin. Ikkita ko'rinishli. Faqat bu tomonga beradi. Yokida mana bunday bo'lib ketmaydi. Bu tomonga berib, keyin boshqa harfga ulanib ketmaydi mana bunday bo'lib. Bu noto'g'ri ko'rinish hisoblanadi. Z harfida boshqa harflar bilan qo'shganimizda qanday bo'ladi? Masalan, alif. Alifga hech qanday bermaymiz. Arzu. Keyingisi urzu. Pastga kasra berganimizdan keyin irzu kabi bo'ladi. Demakki, arab harflari o'rganish unchalik ham qiyin emas. Sodda, faqatgina qunt bilan o'rganish lozim ekan. Va Alloh taolaga ko'p duo qilish lozim. Ya'niki Allohim o'zing oson qilgin, qiyinni ham o'zing oson qiluvchisan deya ko'p duo etishimiz lozim. Shuning albatta bu ijobat bo'ladi. Bu tajribamizda sinalgan holat. Buni istalgancha bir-biri bilan qo'shgan holatda yozish mumkin. Masalan, rozu. Ya'ni R, O, Z, U. Doim yonlaringda tursin. Roni tepasiga u ro harfi bo'lganligi tufayli nomidan ham ma'lumki, unga a qo'shganimizda ham u baribir ro bo'lib ketadi. Ya'niki biz razu qilolmaymiz, balki rozu. Bu harfni ustiga a qo'ysak ham baribir bu harf ra emas, balki u ro o'qiladi. Rozu. Bunga ham 10 ta vazifa beriladi, ya'niki bu harfga ham 10 ta so'z tuzasiz. so'z tuzing va Telegram kanaliga tashrif turing, birga aloqa qiling. Har qanday holatda tushunmagan narsalaringizni so'rashdan hech tortinmang. Haqqini esa faqat Allohdan talab qilamiz. Sizdan hech qanday haq talab etilmaydi inshaalloh. Istaganingizcha ilm oling. Siz ilm olish uchun biz bor kuchimiz bilan harakat qilamiz inshaalloh. Birgalikda. Ilmingiz xayrli bo'lsin, unumli bo'lsin va ikki dunyoda ham sizga foyda keltiradigan, ajr keltiradigan ilm bo'lsin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiq wa'adul amin. Allohumma la ilmana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allohumma 'allimna wa yanfa'una wa anfa'una bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa 'arnil haqqo haqqan warzuqna tibbah wa arinal batila batilan warzuqna jittibah. وجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون وأحسن وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.